Assalamu alaykum yurttaşlar, kanal işletuvchiları. Bugungi lokatsiyamiz Sputnik'tamiz. Baraka bozorining orqasida. Shu yerimizda Euro'ning bor ekan, sotiladigan 2230 kvadrat bo'ladi. E'tibor beringlar, bu tarafimizda Shavat yo'li, o'ng qo'limizda Milliy taraf, chap qo'limizda Shashara kafe, bu tarafimizda Baraka bozorining orqa tarafi bo'ladi. Yurtdoshlar yana do'konlarimiz tushgan. Yan tarafımızda xudo xolasa shu o'rtadan proxod bo'ladi ekan. Yan tarafimizdagi yer joyimiz sotiladi. 2230 kvadrat bo'ladi yurtdoshlar. Yurtdoshlarımızdan birimiz yine ellari quyilgan. Birdan hozir oddiy niyat o'rtadan beton tartib qo'yibdilar. Xudo xolasa egasi bilan bemalol bog'lantiramiz, o'zingiz kelib savdolashaverasizlar. Shuni do'konlar tushadi ekan bu yandan. Lokatsiyamiz tushunib o'tganlaringizdek Sputnikning yonida Baraka bozorining orqasida bo'ladi. Bahosicha so'm buni shunda. 200 bin dolar. Yurttaşlar, kim ma'qul olsa ekranımızda mülk egasi nomeri duradi. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.